Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilari. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Qishni yomg'irli, qorli kunlari ham deyarli ortda qolib, bahor mavsumi boshlanish arafasida bioreaktorlarimiz ustini ko'rib turibsiz. Yaxshigina o'tlar bilan qoplangan. Bahor mavsumi boshlanish oldi qiladigan ishlarimiz birinchi navbatda mana shu ko'rib turgan bioreaktorlarimizni bir qator ustini tagini ustiga qilib yaxshilab og'darib tashlaymiz. Sababi bahorda havo harorati ko'tarilgandan keyin cho'lchanglar, masalan qish faslida yon atroflariga bioreaktorlarni ichidagi namlik ko'p bo'lganda chiqmaydi. Sababi sog'liqning hisobiga. Bahor mavsumida esa cho'lchanglarga yoqimli ob-havo bo'lganligi uchun yomg'irlar ko'plab yog'iladi. Yomg'ir yoqqandan keyin bioreaktorimizni ichidagi cho'lchanglar, agar og'darmaydigan bo'lsak, cho'lchanglar chiqib ketadi. Bunga sabab yomg'ir yoqqanda cho'lchanglarimiz yashab turgan, ya'ni bioreaktorlarning ichidagi kanalchalar suvdan to'lib qoladi. Cho'lchanglar boshqa joyga qochib chiqishga harakat qiladi. O'shani oldini olish maqsadida bioreaktorlarimizni bir qator tagini ustini tagiga qilib og'darib chiqamiz. Keyin ustidan go'ngni ko'rib tursiz, ustini salafan bilan yopib qo'yibmiz. Ya'ni qizdirilgan go'ng. Qizdirilgan go'ngni bersangiz, cho'lchanglar boqayotgan bioreaktorlarning ustida mana bunday begona o'tlar chiqmaydi. O'shaning uchun hozirgi kunda cho'lchanglar oziqasi, ya'ni molni go'ngni bir qator yaxshilab qizdirib, keyin cho'lchanglar ustidan yupqa holatida qilib berib boramiz. Hozir qish mavsumida bir ochib ko'rganimizda, tagigacha bir qaraganimizda cho'lchanglar tagiga tuxum qo'yib tashlagan. Shu tuxumlari og'dirganda, tepaga chiqqanda, agar ustiga go'ng solmasangiz, quyoshning nurlarida kuyib qolishi mumkin. O'shani oldini olish uchun ham bir qator og'dirgandan keyin ustidan yangi go'ng solib chiqamiz. Bu bioreaktorlarimizga cho'lchanglar shu sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida tashlangan. Barcha bioreaktorlarimizga cho'lchanglar hozir pastdagi birinchi tashlangan oziqalarni beta bir 60-70% atrofida yeb, shu joylarga tuxum qo'yib tashlagan. O'sha tuxumlardan ochgan cho'lchanglar juda ko'p miqdordagi cho'lchanglar bo'ladi, ya'ni katta partiyada cho'lchanglar bo'ladi. Birinchi og'darib go'ng berilgandan keyin har 20 kunda ustidan dababishni oziqa berib boramiz. Chunki cho'lchanglar ko'pligini hisobiga oziqa yetishmovchilik bo'ladi. O'shani oldini olish uchun ham har 20 kunda go'ng beramiz. Va xohlasa shu videoning davomiyligida og'darib go'ng bergandan keyingi jarayonlarni sizlar ko'kalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bir qator og'darib boshladik. Qizigan go'nglarimizni yoyib oldik. Buni og'darish jarayonida cho'lchanglarimiz qo'shilib yotibdi. Men tagiga tuxum qo'ygan dedim. Ko'rinayotgan bo'lsa, g'ijja tuxumlar tagida hammasi. Bular esa tuxum qo'yadigan cho'lchanglarimiz. Shu holatdan hamma joy tuxumdan to'la. Yangi ochib chiqqanlari ham bor, ko'rinayotgan bo'lsa. Shunday. Ustilarida g'ijja tuxumlar ochilib qolyapti. Sirasi buni og'dargandan ustiga qizigan go'ngimizni bir qator yoyib oldik. Issiqligi pasayish uchun. Pasaygandan keyin beta bir 10 metr atrofiga borgandan keyin bu tarafini og'dashni to'xtatamizda, mana buni ustidan go'ngni qalinligini 10 santimetrdan berib boshlaymiz. Shunda
boya ochilib qolgan tuxumlar bir qator ko'rgan bo'lsangiz, shu tuxumlari yopilib, quyosh nurlarida tuxumlar kuyib qolmaydi. Mana shu holatda bahor mavsumi boshlanish arafasida bir qator ag'darib, go'nglarni berib boryapmiz. Keyingi navbatida ag'darib bo'ldik va o'zimizda oshxonadan chiqqan keraksiz oshxonadan chiqqan sabzavot qoldiqlari, oshqovoq, bolgarskiy bular ustiga mana shu holatda berdik-da, endi go'ngni beramiz. Deyarli 70% tayyor bo'libdi. Boya bir qator aytib o'tdik, yarmigacha deb, kun salqinligi uchun. Bir qator hammasini ag'dardik-da, endi ustidan oziqalarni berib boshlaymiz. Mana tayyor bo'lgan, deyarli 70% atrofida tayyor bo'lgan biogumslarning rangini o'zingiz bir qator ko'rib turibsiz, qop-qora bo'lib qolgan. Mana bu go'nglarimiz esa mana shu holatda. Mana shunday farqini shundan bilsa ham bo'ladi. Quyosh nurlari tushib turgani uchun bunday qoraligi bilinmayapti. Lekin bundagi qop-qora biogums holatiga keltirib tashlagan. Chuvalchanglarimiz oddiy molni go'nglarini mana bu tarafdan bir qator ko'rsatib o'taylik. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, qop-qora holatida 70% atrofida tayyor bo'lgan biogumslarimiz mana oddiy molni go'ngi mana shunday sap-sariq holatida ochigan deyiladi. Endi bir qator ustidan oziqalarni berib boshlaymiz. Va eng oxirgi jarayon yakuniga yetdi. Ya'ni chuvalchanglarga oziqani qalinligini 10 cm qilib berdik. Bu joyimizga esa deta 1 yildan ko'proq molni go'ngi chuvalchanglarga oziqa sifatida berildi. Işte tekis holatida qilib berdik. Somon yopmaymiz. Hozircha somon shart emas. Endi qiladigan ishimiz bu joyimizga namligiga qarab kuniga bir mahaldan suv berib boramiz toki chuvalchanglar yangi oziqalarga moslashgunicha namlikni ayamasdan berib boramiz. Mana shu jarayonida. Bahor mavsumida chuvalchanglarga qancha oziqa bersangiz ham, chunki chuvalchanglar aktiv holatda ishlagan evaziga biogumslarni tezroq ishlab chiqaradi. Yoz mavsumida esa sal sustroq ishlaydi, chunki kunning issiqligini hisobiga mana shu holatida. Shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bunisi sal issiqligi yuqori bo'lganligi uchun yoyib qo'ydik. U joyimizdagi go'ngni oziqa sifatida berdik chuvalchanglarga.